Assalomu alaykum xonimlar, yaxshimisizlar? Bütün Sharq Turkistonlik qarindoshlarım yaxshimisizlar? Men Yarmanka bozorini qurg'uvchi Nurbiya xonim bo'lman. 2019-yili 8-oyning 27-kunisi Uyg'ur ayollar bozorimizni boshlagandik. Bu boshlashimiz nihoyat utuqliq va ko'ngillik bo'ldi. Bütün Uyg'ur qarindoshlarimiz, Uyg'ur ayollar jamoati bizni nihoyat yaxshi qo'llab berdi. Yarmanka bozorimiz bütün Uyg'ur xalqining qo'llashi bilan hozirgidek taraqqiy qilib, Sharq Turkiston Ipak yo'li madaniyat va yordamlash jamiyati bo'ldi. Bunun hammasi bütün qarindoshlarning yaqinda yiroqdan qo'llashininki natijasi. Shu munosabat bilan bugun etish marosim qilmoqchi. Hammanglarning kappaginiga rahmat. Mana mening sabdoshlarim, qarindoshlarim, mening qo'llag'ichilarim. Qarindoshlarimiz, mushu Yarmankada tijorat qilgan qarindoshlarimiz. Demak, mushunchalar qarindoshlarimiz biz ayollarningki namunchilari, ya'ni Uyg'ur ayollarininki boshlamchilari, o'rnaklari. Bütün Uyg'ur ayollarini bizga o'xshash o'rnidan dasturib, o'zimizning iqtisodni, o'zimizning egligini texim rivojlantirishga, texim jonlantirishga, has qo'shishga, kuch chiqarishga chaqiramiz. Shundaqmi xonimlar? Shundaq. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin hammanglardan. Bu xonimlar bilan biz mo'rini mo'riktirib, bu 3-yilga qadam qo'ydik. 3-yilisi biz bu ya'ni jamiyat qildik. Bunun hammasi bütün Uyg'ur qarindoshlarimizning bizni yaqindan yiroqdan qo'llaganligining natijasi bo'ldi. Hammamizning kuchi birlikda, bosgan qadamlarimiz birlikda bo'lsin. Hozir Sharqi Turkiston Ipak yo'li madaniyat va hamkorlik jamiyati qildik. Bunun bilan bundan keyingi olgan qadamlarimizning texim utuqliq va natijalik bo'lish uchun har bir savdo markazlarida biz Uyg'ur qarindoshlarga tamsil bo'lish uchun biz bu yerdagi bir masala deb o'tsam, otalarimizning bir so'zi bor. Ayollar bir qo'lda dunyoni tavratsa, bir qo'lda beshik tavratdi deb. Mana bu xonimlar bir qo'lda beshik tavratsa, bir qo'lda dunyoni tavratayotgan xonimlar. Ayollar dunyoning ne'mati, ayollar dunyoning san'ati, ayollar dunyoga madaniyat atkazuvchi va boshlatuvchi. Milliy madaniyatimizning texnik taraqqiy qilishi uchun, Uyg'ur bozorimizning Uyg'ur an'anamizning texnik taraqqiy qilish uchun, saqlanib qilish uchun bu bozorni qurdik. Bozorning boshlanishi bilan birga bütün Uyg'urlar mayli Yevropadan, Osiyodan bo'lsin, mush İstanbulda yashab o'tgan bütün xonimlar kelib bizni yaqin yiroqdan bek yaxshi qo'llab berdi. Bundan biz bek suyundik. Mushu qo'llashning mobaynasida o'zining ishlab chiqarilgan maqsadlari bor. O xonimlar o'zi ishlab chiqargan maqsadlari bor. Masalan, bu xonim, Rozgul xonim raqni o'zi chiqirdi, tikishni o'zini chiqirdi, lekin Uyg'urlarga xos, Uyg'urlarning o'rib-odi xos mallarni bozorga silib bizni aytini suyundirdi. Aramızda nurgun iqtidarlı xonimlar bor. Milliy tibobat an'anamizni saqlab, xonim qizlarningki bizlarga urf-odatimizga uyg'un holatda kasal ko'z tushtirib bo'lsin, o'zining shaxsiy gaplari bo'lsin, kelib bizning bu xonimlarga deydi va kesin ko'rib qo'ydi. Bu arada bizning xonimlar taraqqiy qilib, masalan, Qadriya xonim bizning tijoratchi xonimlarning konisi bo'ldi. Qadriya xonimniki asr qizi deb ishlab chiqargan maykalari bor. Bu tunji Uyg'ur xonimlar orasida bizning vatandagi qarindoshlarning o'rib-odatimizga xos holatda va kiyinish uslubimizga xos holatda ishlab chiqargan maykasi, buning 7-8 turlik ranglari bor. Bu nima deganda, bu bir kichik bir boshlang'ich. Bu bizning xonimlarimizningki qiziqib tegishlik nurg'un taraflarimizning borlig'iningki bir ifodasi bo'ldi. Allah razı olsun qarindishimizdan, texmi g'ayrat qiling, utuqlar sizlar birga bo'lsin. Bu bizning natijamiz. Natijalarimizni kichik chaqlamaymiz hargiz. Har qilgan ishlarimizni kichik chaqlamaymiz, chunki har qanday bir ish maysa oltidan ko'klab daraxt bo'ladi. Buningdan biz bek suyundik. Aramizda yana nurg'un xonimlar va men ismini chaqirib bulanmaydigan va tugamaydigan. Biz yana bozorimizga mushunga o'xshash qobiliyatlik, qaysar, jangovar xonimlarning yana kelishini izchillikni davomlashtirib, bütün bozorlarga Uyg'urlarning madaniyatini tunishtirishni bizlar birga hamkorlashishga chaqiramiz. Bu ast-ustki qavat bizning bozorimiz. Past qavati mana shunchalik cho'ng holatda, abiyam sizlarga ustun qavatini tunishtirgan bo'ldim. Xonimlarning sotlayotgan mollari hammasi biz Uyg'urlar o'zimiz kiyib ko'ngan degan narsa keraklarimiz. Biz hozir 2 kundan 3 kun taraqqiy qildik. Dushanba, chorshanba, juma o'tgan, endi yakshanba kuni echildi Alloh xolsa. İnşallah xeyirdalarning talabiga asosan har kun ochdiganga biz g'ayrat ko'rsatymiz. Mana bu ajimadimizning o'zi tikib bergan. Bu ajimadimiz aslida tikimchilikka qilmaydi. Mush Hira tikimchilik maktabida o'qib chiqib,
Mana shunday sifatli kiyimlarni tikadigan bo'lib ketdi. Bunun qatlab örnek berib xonimlar cemiyetimizga kiyimlarni buyurtadi. Allah razı olsun. Öz 50 yaşını aşkan ayollarımızga shunday örnek bo'lyotdi. Oilik ayollarning bizdan teng bir harakat etishini umid qilamiz. Bu yoq kelsa xayrdalar. Allah razı olsun. Kelganinglarga. Mana bayan deganimizdek mana mahliya yurishlikki, mana chet elda tunj olib, işte qarindoshlarimiz, ayol hamshiralarimiz mana shunday yurishliklarni ishlab bozorga chiqadi. Mana Naytun sifatlik, ölçemlik bozorga tushadigan mahsulotlar. Mana Rozgul xonimmi 3 yillik tijoratchimiz bizning bozorimizningki. Mana shunda o'zi vatan korxona ochgan xonimlar bo'ldi, zavod ochgan xonimlar. Mana bizningki ayollarimiz, bolalarimizga mushtaq kiyimlarni kiydirdik vatandimi? Mana mushtaq kiyimlarni kiydirdik. Mishadimi bizga yana mushu vatanga ko'ngan kiyimlarni tikib chiqaryotdi. O'zi tikib chiqirdi. Özünki öyle tikip çıkırdı, rəxtlərini bizə xas rəxtlərini talab əkilib çıxırdı. Ana mahədimiz bolsa, bula aynı vaxt Dübey dükan açqan olub, vətənimizə mal salat ikəndik, öz yastıb, işlətib degəndək şu Dübeydəki dükandakı mallarını əkilib atıdı. Bizdən xanım qızlarımızdan özümüzdən örüb atdığı xas mas halda ornuş üçün bizdə bir yerə yardımcı oldu. Allah xalsa ona ətləs yağlıqlarını bazağa saldı. İpək yağlıqlarını bazağa salıb atıdı. Bunun Hidayət markasidəki İdayet markasidagi mana atlas namozliqlarni bozorga soldi. Bu demak qarindoshlar bizni mushta qo'llasa, biz kundan kunga taraqqiy qilamiz, Alloh xolisa. Bu taraf ish kiyimlar, kiyim-kechaklar dunyosi endi olni saqim bo'ldi rasmga. Ish tarafga baqaylamdi. Ish tarafga kirsak, mana bu yerda ma'rayimizda bolalarning kiyim-kechaklari sotildi. 0 yoshdan 12 yoshga qadar bolalarning kiyim-kechaklari sotildi. Bizning Uyghur xonimlar yaxshi ko'radigan uslubda, yaxshi ko'rgan ranglarda tanlab akeldi qarindoshlar. Mana kichik bolalarning kiyimlaridan tortib mana urflarning mahsulotlaridan tortib mana bazorimizda mana mavjula kumushlari bu singlimiz vatandan tortib bizning cho'ng bozorda, Urumchining cho'ng bozorida kumushliklar shug'ullangan ekan. Mishadimi shu o'zining kasbini shug'ullanyotdi. Bizning Uyg'ur xonimlarningki an'anasiga xos, mana yaxshi ko'radigan rangdagi uslubdagi milliy posondagi zibuzunatlar akildi. Mana bizningki Tiyuba xonimiz o'z tomir tutib kasal ko'rib, xonimlarning yaxshi hojatidan chiqyotdi, Alloh xolisa. Bizning Uyg'ur milliy tibobatimizni bu yerdami davom qilyapmiz. Ham ichki kirpaqayli. Bizning bu yemek-ichmak rayonimiz mana bayamqi o'g'alin saadimiz ismi o'g'alin saadimiz bizning yoshlarimizni bek jonliq bo'ladimiz. Alloh razı olsun. Atigan keldi. Bizga bir o'rnak mana. Bu nonlari, ochiq nonlari, bu to'xu pachoqlari, masalan bu armon praktik to'xu pachoqlardan nayt yaxshi sifatlik qilishga bozorbek yaxshi. Mana nonning xurtam xorish o'z tangshigan. Özel bo'g'ashqa, xas bo'g'ashqa shu bozorbek yaxshi. Mana mador dermeklar. Mana bizning hozir yangi kelinchaklar biz oshxona doğru dermeklarning ismini bilmaymiz ekansa, tanishtirib qo'yamiz, biz o'gitib qo'yamiz. Uyg'urlashadigan butun doğru dermeklar shadi ba. Mana serg'ashlarimiz, mana xotanninki yeşil lampona ajimacha mana. Kelsanlar biz mana vatanninki bozorlarga kelgandek his tuyg'u bo'lsa qarindoshlar, biz o'zimiz yeb ko'ngan navatlar, mana navatlar mush Turkiyada ishlab chiqarildi. Acimazimiz tanışıgan tam xurishlatdi. Mana navatlar Turkiyada ishlab chiqarildi. Mana chilan üzüm deymiz. Ana o ne'matninki uyg'ur cho'plari mana. Uyg'urlarning mahsulotlarining hammasi bizning bozorimizda sotildi, Alloh xolsa. Az texim o'zimizni texim taraqqi qilish uchun harakat qilyapmiz. Mana qarindoshimiz biz Uyg'urlar yemek içmekə bək diqqət qılmız, halallığa bək diqqət qılmız, işençik buluşuğa bək diqqət qılmız. Umuş Türkiyədəki ən işençik marka. Yəni Elvan markasını əkilib, balalarının yeməkliklərini, tatıq türümlərini setib atıdı. Mana özü Qazaxıstandan gələn Uyğur qarindoshimiz buldu. Mana şu Qazaxıstandanki irislərini tatıb setib atıdı miyədə. Mana özü işləb çıxarğan mana tortlar, tatıq türümlər. Bu tatıq türümlərdən həm içigi saldığan qaymaqlarını özü öydə yasab, andakin içigi salıdı. Naitim işençilik degəndək. Qarindoshlarninki mana shundaq xonimlarni izchil qo'llashini umid qilaman. Qarindoshlar bir g'ayrat ko'rsatdi. Ayollarimizningki bu bir arığı kelib, bu chet elda shundaq ishlarni natijadan qo'l keltirmek oson emas. Bir uyimiz bor. Bir qo'llarimizda, bolalarimizni, oilamizni cho'gasak, bir qo'limizda shundaq bir ayollar bozorini hosil qildik. Buning hammasiga
Muş qeyrindaşlarımdan meni yaqindan qo'llaganligi, men bilan tang masqadan manganligining natijasi. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Qeyrindaşlarımning davomli bizning bozorimizni qo'llab berishini umid qilaman. Bir yandan qo'l chiqarsak, hammamiz inshaalloh yaxshi bir natijaga erishamiz. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin.